Hushimni yo'qotganimda mast yigitlar meni uning jazmanlari qo'ng'iroq qilishni boshlab, shartta erimni tutib ham berishdi. Janjalkash emasman, shunchaki ko'z yosh qilib farzandimiz uchun og'iz juftlaganimda o'sha kvartiradan jazmani. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilar va bizning aziz muxlislar. Videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi va yoki mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Unday bo'lsa, bugungi videorolikimiz mavzusiga o'tamiz. Real bo'lgan voqea. Yoshim 30 ga yetibdiki, bolaligimdan hamma meni juda kamgap va jiddiy inson sifatida bilardi. Balki shuning uchun ham sovchilar arimasdi. Oddiy oiladan bo'lgan yigitga turmushga chiqdim. 2 yil bola bo'lmadi. Keyin esa o'g'lim tug'ildi. Bu orada erimning ishlari yaxshi bo'lib, katta lavozimga ko'tarilib ketdi. Mana shundan har kuni uyga mast holatda kelish boshlandi. Keyin esa kam keladigan bo'ldi. Ko'p ichish sabablarini avval xo'jayinlar bilan o'tirishni ro'kach qildi. Bora-bora umuman oilasi qiziqtirmay qo'ydi. Mast bo'lib kelib, bolamni oldida besabab do'pposlay boshladi. Yillar davomida uydagilarim, hatto qaynona va qaynotalarimdan berkitdim. Biz alohida yashaganimiz bois 1-2 marotaba bu janjal ustidan qaynona, qaynotalarim kelib ko'rib, o'z o'g'lini hatto militsiyaga berishim kerakligini ham aytishdi. Mening sabrim va chidamimga qoyil qolishardi. Hech qachon nolimaganman. Boshida qiyinchiliklar tufayli shu qotgan nonga ham chidab yashaganman. Uning jazmanlari qo'ng'iroq qilishni boshlab, shartta erimni tutib ham berishdi. Janjalkash emasman, shunchaki ko'z yosh qilib farzandimiz uchun og'iz juftlaganimda o'sha kvartiradan jazmani bilan urib chiqarib yuborishdi. Farzandimni quchoqlab ko'chaga chiqib hushimni yo'qotganimda umuman begona yigitlar meni uyimga keltirib qo'yishgan. Ishonasizmi, o'sha mast holatdagi yigitlar hattoki meni bu ahvolda ko'rib yordam berishgan. Erim esa mastligida hatto farzandiga rahmi kelmadi. Oxirgi tomchi bilasizmi nima bo'ldi? Ishonmassiz. Shuncha kaltak yeb, xo'rliklariga chidagan ayol shifoxonada izza bo'lgandan ham emas, balki sabrning ham cheki borligidandir. Erimdan kasallik yo'qdi. Shifoxonaga borganimda analizimdan shunday iflos kasalliklar chiqqanida shifokorga hayratlanib e'tiroz bildirayotganimda urushib ketdi. Tavba, eslasam, hammani yonida kamroq yurish kerak deb urushib berdi. Kechqurun erim kelganida qat'iy ohangda gapirdim. Xato qilgandir mana. Balki yana jim bo'lishim kerakmidi deyman. Urib ketdi. Ana shunda oxirgi tomchini zarbadan emas, farzandimni ko'zim tushib qolganida sezdim. Zir titrab, qo'llari bilan yuzini to'sib, burchakka berkinib olgandi sho'rlik. Qayerdandir bir kuch kelib, erimni yotgan holimda bir tepib yubordim. Uchib ketdi, ishonasizmi? Turib ura ketdim. Rossa urdim. Tavba, shuncha yil shuncha kuchim bor ekan, nima qilib kaltak yebman deyman hozir. Mast erim boshini devorga urib tashlaganimdan hushidan ketdi. Farzandim jim bo'lib qoldi. Yo'q, meni ishtaham endi ochilib bo'lgandi. Qani to'xtasam? Qoniqmadim. Oshxonadan bolta olib keldim. Erimdan inson qiyofasi qolmadi. Hech o'zimni to'xtata olmasdim. O'g'lim ko'zlarini katta ochgancha jim tikilib qolgandi. Nega jimsan? Yig'lama endi. Meni shuncha yil xo'rlagan insonga yaxshilab qara. Otangga o'xshasang, seni ham shu kutadi kelajakda deb baqiraman. Bolamni ko'tarib hamma yog'im qon holatida borib militsiyaga ariza yozdim. Sud bo'ldi. Hammasini tan oldim. Lekin jabrlanuvchi sifatida tan olingan ota-onasi ishonishmaydi hanuz. Meni ozod etib,
uni o'ldirgan insonni topinglar deb ariza yozib yurishibdi boyaqishlar. Hech kim haligacha ishonmaydi tavba. Faqat meni onam bu voqeadan keyin o'zgarib, ovozim chiqib qolgani, dangal gapira boshlaganimni sezdi. Ruhiy ekspertizadan o'tdim, sog' ekanman. Shuning uchun mana uzoq muddatga hammadan ayronman. O'g'lim shu o'zim 30 yoshgacha lommim demaydigan holatga tushib qolibdi. Shifokorlar nazoratida. Bilasizmi? Yo'q, achinmayman. Mahbus ayolning qaynona va qaynotalari darhaqiqat hali ham ishonishmaydi va kelinlarni ozod qilishlarini so'rashadi. Mahbusning o'zini onasi ham ishonmasa-da, uning birdan o'zgarib qolganidan qo'rqib qolgan. Ayol ojiza, ayol zaifa, lekin hamma narsaning ham chegarasi bor ekan. Ayniqsa pichoq borib suyakka yetganida. Aziz kanalimiz kuzatuvchilari, azizlarim, bu hikoyani o'qib berganimizdan bizning maqsadimiz bu hikoya kimlargadir ibrat bo'lsin. Erkaklar xiyonat qilayotganingizda, sizni ham uyingizda bir farishta kutayotganini, unda ham siz umuman xayolingizga keltirmagan kuch-qudrat borligini hech qachon yodingizdan chiqarmang. Ayol aldansa, ayol xo'rlansa, hamma narsa qilishi mumkin. Buni esingizdan chiqarmang. Azizlarim, aziz kanalimiz kuzatuvchilari, musofirda yurgan aziz dindoshim, vatandoshim, ilohim, ne orzularda, ne maqsadlarda o'zga yurtda, musofirlik dardida, musofirlik azobini tortayotgan ekansiz. Ilohim, barcha orzu niyatlaringizga Allohimning o'zi yetqarsin. Tezroq sog'-salomat vatanimiz bag'riga, oilangiz bag'riga qaytib, to'y tomoshalar qilib, orzu havaslaringizga yetib yurishlikni nasib ro'za aylasin. Azizlarim, aziz kanalimiz kuzatuvchilari, bizni kuzatayotganingiz, biz bilan birga ekanligingizdan bag'oyatda minnatdormiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin.